Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda subsidiya haqida gaplashamiz. Ko'pchilik mijozimizni subsidiya bu nima, qachon osiy bo'ladimi, sizlarning dominglardan osiy bo'ladimi, kimga beriladi, necha foizdan chiqadi, necha yilga beriladi degan savollar juda ham ko'p kelyapti. Shu savolga bitta batafsilroq video qilib, hamma savollaringizga javob beraman. Birinchi o'rinda subsidiya kimga beriladi? Subsidiya olishingiz uchun birinchi o'rinda 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lishingiz kerak va обязательно O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz shart. Ikkinchisi uy joyga muhtojlik. Subsidiya olmoqchi bo'lgan insonda nomida uy, жилой, нежилой помещение bo'lishi kerak emas. Uchinchisi daromad darajasi. Bu oyligingiz necha pulligi. Bankka mos kelishi kerak. Bu deganim 3 milliondan kam bo'lmasligi kerak va 10 milliondan ko'p bo'lmasligi kerak subsidiya olish uchun. Chunki subsidiya ham bu ipotekaga o'xshagan narsa. Uni ham siz qaytarib berasiz. Shuning uchun bank ko'rish kerak, что siz haqiqatdan ham oylik olasiz, ishlaysiz va bank oylik to'lovini to'lab bera olasiz. O'shaning uchun oyligingiz bo'lishi shart. Keyingi subsidiya olishi mumkin bo'lgan odamlar bu imtiyozli toifalarga kirgan insonlar. Bu nima degani? Agarda siz yolg'iz ona bo'lsangiz yoki yosh oila bo'lsa, yoki nogironlik bo'lsa, bu degani siz subsidiya olishingiz mumkin. Bundan tashqari kam ta'minlangan oilalar, ota-onasiz katta bo'lgan mehribonli uyda katta bo'lgan bolalar ham shu toifaga kirib ketadi. Kimga subsidiya berilmaydi? Agarda sizning nomingizda uy bo'lsa, birinchisi. Keyingisi, agarda siz imtiyozli ipoteka bundan oldin olgan bo'lsangiz yoki subsidiyadan tashqari yana ipoteka olgan, ishlatayotgan bo'lsangiz ololmaysiz. Uchinchisi, agar hujjatlarga noto'g'ri ma'lumot kiritilgan bo'lsa va to'rtinchisi, agar daromadingiz belgilangan me'yordan yuqori yoki past bo'lsa ham ololmaysiz. Bu degani 3 milliondan past yoki 10 milliondan baland bo'lsa ham subsidiya berishmaydi. Keyingisi, subsidiya qaysi domlarga beriladi? Subsidiyaga xonadon xarid qilish uchun birinchisi sizning qo'lingizda subsidiya hujjati bo'lishi kerak. Tasdiqlangan, haqiqatan ham sizga subsidiya ajratilgan degan hujjat bo'lishi shart. Ikkinchisi, eng asosiysi bu kadastri bor domlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Kadastri yo'q domlarga hali subsidiya berilmaydi. Faqatgina kadastri bo'lsa, borib subsidiyaga xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir ko'pchilik muammo bo'lyaptiki, quruvchilar, bir xil quruvchilar bor. Mana 1 oyda topshiramiz, 2 oyda topshiramiz, xavotir olmang, subsidiyani ishlatib yoramiz deydi. Lekin unaqa emas. Hammaga ham ishonib qolmanglar. Yaxshi quruvchi bor, yomon quruvchi bor. Bu degani siz hozir qaysidir pul qismini to'lab qo'yasizda, keyin 1 oy kutasiz, kadastr chiqmadi, 2 oy kutdingiz, kadastr chiqmadi, subsidiyani ham srogi bor. 4 oyga beriladi. 4 oydan keyin subsidiyangiz kuyib ketadi va keyingi subsidiyani olish uchun yana qaysidir vaqt kutishingiz kerak. Keyingi zaявка tashlaganingizda sizga subsidiya bermasligi ham mumkin. O'shaning uchun konkretniy kadastri bormi? Bo'ldi. Shu domdan borib qo'rqmasdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi subsidiya bu nima? Ipoteka bilan nima farq qiladi? Subsidiya foizi kamroq ipotekadan ko'ra. Xuddi shu summa ajratiladi 420 million, viloyatlarga esa 330 million va subsidiyaga davlat tomonidan yana qo'shimcha 30 million sovg'a qilinadi. Uni qaytarib bermaysiz. Bu o'zingizda qoladi. Bu boshlang'ich to'lov deyshadi. Boshlang'ich to'lovga 500 millionlik xonadonga 420 million olgan bo'lsangiz, davlat tomonidan yana 30 million berilgan bo'lsa, yana 50 millionni o'zingiz qo'shib bersangiz shart. Ipoteka bilan nima farq qiladi? Ipotekada foizi 17,5-18%. Subsidiya mana shu kungacha 12% dan berilgan, qollig'ini mana shu 12% dan yuqori bo'lgan foizini davlat sizga yordam berib qolgan qoplab beradi 5 yil ichida. Sizni yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun bitta uyim misolida hisoblab beraman. Bu tasavvur qiling, taxminan 500 million so'mlik xonadon. Subsidiya sizga 420 million Toshkent shahridan xarid qilgan bo'lsangiz, 420 million ajratilyapti bank tomonidan va 30 million davlat tomonidan ajratildi sovg'a. Qolgan 50 millionni o'zingiz to'lab berishingiz shart. Mana shu 420 olgan summangizga, 420 million olgan summangizga agarda eski holatdagidek qolsa 12% dan bo'lsa, yillik stavkasi 5 yil davomida oyiga 4 milliondan to'lab borasiz. Agarda o'zgargan holatda bo'lsa, 14% dan bo'lsa, 5 million 200 dan to'lab borishingiz kerak bo'ladi. 5 yil davomida shu 5 million 200 yoki 4 milliondan to'lab borganingizdan keyin, standart foizga qaytgandan keyin taxminiy hisobi 6 yoki 7 millionga chiqishi mumkin. Agarda subsidiya bilan ipotekani farqiga bormoqchi bo'lsangiz,
Shu 420 millionni hisobga oladigan bo'lsak va davlat tomonidan 30 million sovg'ani ham hisobga oladigan bo'lsangiz, 5 yillik ichida ipotekaga siz har oy 6 million 300 dan to'lab borasiz, subsidiyaga 5 million 300 dan to'lab borasiz. Bu degani, agarda sizga subsidiya chiqqan bo'lsa, shu 5 yillik ichida davlat sizga 100 million so'mingizni qoplab bergan bo'ladi. Agarda siz yuqorida aytilgan talablarga mos kelgan bo'lsangiz va subsidiya olmoqchi bo'lsangiz, bankka borib murojaat qilsangiz bo'ladi yoki-da mygov.uz saytiga kirib, u yerda hammasi oson yozilgan, subsidiya deganni tanlaysiz va subsidiya deb tanlaganingizdan keyin hujjatlarni biriktirib zaявка yuborsangiz bo'ladi. 19 kunning ichida javobi chiqadi. Javobi aniq bo'lsa, X deb keladi, agarda отказ bo'lsa, отказ deb keladi. Subsidiya olishingizni va olmasligingizni men maslahat bera olmayman. Bu sizning o'zingizning shaxsiy qaroringiz. Prosta ko'pchilik odam subsidiya bu nima, subsidiyaga olsak bo'ladimi deganligi uchun men sizga mana shu batafsil ma'lumotni berib o'tdim. Sizda ham shu ma'lumot bo'lishi uchun xolos. Video yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib qoling, chunki biz ko'chmas mulk bo'yicha hamma ma'lumotlarni yetkazib beramiz va bozorda yo'q takliflar birinchi bo'lib mendan chiqadi.